Assalamu alaikum hörmətli görürmənlər, düşlük anlar xeyirlik olsun. Ayollar və Dava proqramımızdan 10-cu sanını görüşənlərini qarşı alırıq. Mən Fatimə Həsən. Proqramımızdan bu sanda bunundan 3 yıl burun Münəvvər Özuyğur xanımın yetəkçilikdə Türkiyədəki Mehriban Analar birləşib qurub çıxan Nuzugum Kültür və Ailə Cəmiyyətinin 2020-ci ildə xidmətləri haqqında toxtalımız. Nuzugum Kültür və Ailə Cəmiyyəti rəsmi cəmiyyət olub qurulğan bu 3 yıl jarayonida dünyanın hər qaysı tərəflərindən qıytılğan mərifətvər xanım qızlarının kütüşü bilən nurg'unlagan mühim xizmatlarni qilib, neçə yüzlügən yetim bala və tul ayollarga yar yürək olub gəlməkdə. Bulardan sırt Nuzugum Cəmiyyəti yana məxsus dini və fənni ilim iliş orunlarını, şundaqla ana til dərslərini təsis qilish, iqtisadi cəhətdən qiynalıb qalğan qız oxucularga turalgı yer tayyorlashqıcı bolğan barlıq ehtiyojlarni hal qilish, hətta bəzi qızlarning uy o'choqliq bo'lish ishlarigacha egitarchilik qilib keldi. Ayollar və balalarga oylıq, həftəlik ijtimoiy fəaliyyətlərini o'rinlashtirib, bunun o'xshash zarur xizmatlarni izchil davomlashtirib kelyotidi. Yan yil yaqilish munosabati bilan Nuzugum Cəmiyyətining bu 1 yillik xizmat xulosasi və bundan keyingi planlarni xalqimizdan xabardor bo'lish uchun bu suhbatni qilib o'tiryapmiz. Ondan sonra söhbətimizni başlab ketaylik. Qimmatli vaqtingizni chiqarib kelganingiz uchun ko'p rahmat Münəvvər ustaz. Rahmat. Avval shu Nuzugum Cəmiyyətini xalqimiz biladi, lekin shunday bo'lsa yangidan qaytilganlar uchun Nuzugum Cəmiyyətini qisqacha bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Rahmat. Aldı bilan meni bu programmaga xizmatlarimizni tunishtirish maqsadida taklif qilganligingiz uchun alayda rahmat deydim. Bugungi suhbatimizda 1 yillik xizmatlarimiz haqida doklad berishimizni bizdan talab qildinglar. Aslında Nuzugum Cəmiyyətini hamda hazır xalqaradagi bu Uyg'ur cəmiyyətimiz ichida asosan tunildi deb qarayman. Bu tunilib qolganligi bizning Nuzugum degilarning yoki Nuzugum Cəmiyyətining qilgan favqulodda xizmatlari emas. Aldı bilan buning tunilishida bizning qahramon onamiz Nuzugum, shahid onamiz Nuzugumninki ruhidan, ya'ni ilingan ilhom bo'lganligi uchun kishilarning og'zida Nuzugum ismi va Nuzugumga nisbatan bir xil intayin yiqimliq tuyg'u bo'lganligi uchun nayati keng ko'lamda tunildi deb qarayman. Osondagi yaxshi ko'maydiganlarni hisoblaganda. Nuzugum Cəmiyyətining xizmatiga kelsak, hamda Nuzugum Cəmiyyəti fondi yardım xizmati bo'lib boshlanganli 7 yildan oshdi, 8-yilga qadam qo'ydi. Buni dunyoning har qaysi yerlaridagi fidokor, shafqatli, mehribon xonim qizlarimizningki nimasi bilan va Nuzugum Cəmiyyəti burun masalan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik cəmiyyətininki ayollar bilimining shaxchisi bo'lib aldın qadam dedim, dükkan ayrığındaki ayollar xizmatini maxsus qilgan bo'lib chiqqan bir o'rin 2018 yili 3-ayning 18-kuni rasmiy endi bir jamiyat bo'lib, qonunli bir jamiyat bo'lib qurildi. Hozir undan keyin shu ismiga qaragandan Kültür va Aile Cəmiyyəti dedik. Ham Sharq Turkistonninki madaniyatini tunishtirish, kulturini tunishtirish, shundaqla aile, masalan, onalar, ayollar bo'lganligi uchun ailega, bolalarning tərbiyəsiga və ayollar xizmatiga, qızlarning xizmatiga aloqador qismimizda qo'limizdan kelishicha xizmat qilishga tirishdik. Oldingi yillardagi xizmatlarni bek to'liq bermagan bo'lsaqmi, biroq doklad berib keldik. Yana shu bizning qurilgan jamiyat vaqtidagi prinsipimizga aloqador xizmatlarimizni davom qilib kelyapmiz. Ko'p rahmat. Ondan sonra udulam sualımızı kirkiteylim. 2020 yılda qanday xizmatlarni qildinglar? Xalqimizga nimalarni sundinglar? Mush haqida bir to'xtalib o'tsangiz. Sualni so'raganda o'zingizning ko'z oldiga kulki yugadi. Aslında bu men qarab bunu tayyorlagan vaqtimdimi o'zimga biroz kulkilik bilindi. Hatta bizning Nuzugum Cəmiyyətidagi qurg'uvchi a'zolarimizlar bu to'g'riliq muzokaratlashgan vaqtimizda ham dedik, qizlar dedik, bu yerda xuddi qilgan xizmatimizni, xalqqa xizmatlarni qildik deb ko'rsatgandek riyo bo'lib qolgandek bir ish bo'ldi, ammo lekin xalqimizning bu masalan bizga har jihatdan qo'llayotgan xalqimizning buni bilish haqqi bo'lganligi uchun buni bir riyo shaklida emasda, ya'ni bundan keyin qilinadigan xizmatlarimizga mayli tanqidiy fikr bo'lsin yoki qo'llash fikrlari bo'lsin yoki kamchiliklarimizni to'liqlashimizga bo'lsin, yordamchi bo'lsin degan maqsadda qildik. Endi men haqiqatan ayollarning kuchini
az çağlıqlı bolmaydı ekan. Çünkü ayollar bir qo'lida büyük devresi, bir qo'lida dunyoni deb. Ko'rinishda ayollarning xizmatlari oldiga chiqib bir bino salgandek yoki bir cho'ng bir ish qilib o'tirib bir askar qo'shin to'plab qilgandek qilmagan bilan hayotning ichki qismida naytijiq rolimiz bo'ladi ekan. Masalan, men konkret qilib aytgan chog'da 2020 yilda qilgan xizmatlar texma virus sababi bilan nurg'unimiz o'yning ichiga kirib ketdi. Shunda bo'lsa-mu, internet yo'li bilan yoki qo'limizdan kelish qilgan xizmatlarimizda bir 20 necha turlik bo'libdi. Men bu yerda doklad bergan shaklda bo'lsimday. Her bir yarım ay bir qatim ötküzüp kelayotgan Pezzetxonlar programmasi aram bir qatim ötküzeldi. Ondan keyin biz burun şu yetim ve muhtaç ailelerge yardım beriş üçün biz naştılık programlarını qilib, o jarayonda biz Sharq Turkiston davasini shuni anlatıp kelayotgandik. Onu şu mart ayida bir qatim qilaldik. Ondan keyin karantinaga kirib qoldik. Ondan keyin çoğ ötküzgen programlarımızdan birisi Ana tili kuni programmamiz bo'ldi. Ondan keyin bir qancha qatim Türk qarindoshimizlar birga Sharq Turkistondagi kampdagi qarindoshimiz uchun duo programma o'tkazgan bo'ldik. Endin shu Ramazonning oldida va yaqingacha cho'ng ko'lamda bir 3-4 qatim bolalarimizni kiyindirish programma qilgan bo'ldik. Bu jarayonda har oyda az deganda 20 dak oilaga ziyoratchi boshlab berish yoki o'zimiz oila ziyorati qilgan bo'ldik. Chunki biz ko'riklik rol o'ynab keldik. Masalan, Türk qarindoshlarimiz bilan bizning Uyghur ailelerimiz, farzandlarimizin ailesi bilen ziyaretlerine köprülük olduk. Biz her özümüzün grubudaki, şu hizmet grubumuzdaki qarindoshlar bilen aileler için birli berip ziyaret kılış, tunuşturuş, ahvalini iyi gelişmesi de bulduk. Endin Vallahi şu nimede bizim terbiye nime yardım elevatkan ki bizim kolumuzda terbiyelenatkan ballarımızın zihni cihetten bak zirikip ketmeslik için biz onların zihni açıdan oyuncaklarla hilep onları takatkan bul yüzdel oyuncak takattık alaydı bir nimlik. Onun için Xitay virus sebebinden xalqaro qurilgan tashkilotlarninki kriz masalasiga başdan axir qatnashib hem yardım toplash hem shundaqla yardım egillari bilan yardım beriladigan o'rin masalanni bog'lash shundaqla kompyuterda qiladigan tizimlash xizmatlaridan tortib başdan axir yordamchi bo'ldik. Buningga yordam bergan o'quvchi qizlarim alohida rahmat aytaman va undan keyin nuzugum jamiyati yana Anqaradagi kultur uyimizning ichidagi bezilishidan tortib iqtisodiy jihatda qo'llashga nisbatan iqtisod to'plashga alohida aktiv qatnaştık. Onundaki man yakının içinde xalqaro Xitayni sotqa tartish programmasıdımı, yani bununla iqtisod toplaştığımın ait keng ko'lamda, hatta biz özümüzge qo'ygan chekdan bir hassa atlab iqtisod toplagan bo'ldik. Albatta onunga toplanish kerak bo'lgan iqtisodga nisbatan bizning to'plag'inimiz az. Shunda bo'lsa-mu ayollarimiz, yani qo'lda maash olmaydigan, faqat o'zining qo'lidagi imkoni bilan ayollarga nisbatan aytgan chog'da alayda bir kuch chiqarish bo'ldi deb qarayman. Bu cho'ng bir natija. Andan keyin etrafımızda mesela Nuzugum Cemiyeti'ni tunuşturuş hizmeti bilen bizdeki a'zo bo'lgan a'zolarimizning soni xeli ko'p oshdi. Ondan keyin ayollarning ta'lim tarbiyasi bizning asosiy nuqtalarimizdan birisi. Bo'lib vatanimizni oxirgi mezgillarda diniy ta'lim tarbiyada ehtiyojli bo'lganlik uchun chet elga chiqqan chog'dami mush qarindoshlarimizni aşı bo'shliqni to'ldiraydi deb bizning bo'lib diniy ta'lim tarbiyasida nurg'un guruhlar shaklida hatta bir 200 dan ortiq ayollarimiz Qur'onni tajvid o'qishga ijozat bo'ldi. Ve hazırın özüde 100'den artık okuvchimiz, 10 necha o'qituvchimiz yetişip dersler devam kılıvatıdı. Anda ayollarımızga nima liksiya o'rlashtirish, mesela liksiya derslerge o'rlashtirish elip beravatımız yine bunun keyin bunudu. Ve yine hazır en bir suyungan bir nuqtamiz, mesela biz Ankara'daki Gülbar Malım'ın elip bağan şu planlık anla programmasıga Nuzugum'un en ahırkı mükaffatlaşlarına qo'llash bulduk. Bundan keyin men nurg'un qarindoshimiz bunu tizimlatdi. 2021 yıl qilgan xizmatlarimizning ayollar ta'lim tarbiyasi asosli bir rol o'ynadi. Undan keyin ayollarımızın psixologik jihatdan tarbiyalanishi uchun biz kimdir eğitimi, Kozay Akademiyasining eğitimiga qatnash, ta'lim tarbiyasiga qatnash orqali hozirgacha biz 40 dan ortiq ayolni birinchi qatimliq tarbiyalashni o'tkazdik. Ya'ni tizimlab qilyapmiz. İkincisiga yani kişilik münasebeti ustalıklarga yine bir grup bir sınıf terbiyelenmektedir. Allah kalırsa biz kimdir eğitimi yani ta'lim terbiyesi de mesela insan tuluş ve insan muamelesi de en az da biz 100 san tuluklamakçı inşallah. İnşallah. Ondan keyin biz ayollarımızın yazda mesela kurguç azalarımızı
kamp o'rinlashtirdik va yetim xizmati guruhimizdagilarga kamp o'rinlashtirdik. O'zaro masalan muzokara, hatto bir-birimiz yaqindan tunish, hamkorlashishni qilish uchun hatto bizningki turalg'i yeri bo'lgan ifora qiz uylarimizga qizlarimizni ziyoratga chiqish, undan ularni kampiga olib berish faoliyatlarini o'rinlashtirdik. Undan keyin dengiz sayohati degandek nimalarga ayollarni keng ko'lamda o'rinlashtirgan bo'ldik va bizning ta'lim tarbiya ilayotgan kichik qizlarimizni shu bir yilning ichida 8 qatim nashrilik programmaga ilib bordik. Maşallah. Ondan keyin Bursada o'qiyotgan o'quvchi qizlarimiz bor. Ular bilan men shaxsan o'zim bevosita bir ta'lim tarbiya ko'rish va iqtisodiy masalan ba'zi jihatdagi ahvollarni egallash, ular bilan to'g'rida ko'rishish programmalarini qildik. Bo'libmi qiz o'quvchilar bilan aloqamizni izchil ching tutib kelyapmiz. Ondan keyin shu Sharq Turkiston davosi albatta bizning bosh xizmatimiz. Uning uchun ayollarimiz Sharq Turkiston davosida qatnashishga tegishli bo'lgan har qanday faoliyat, namoyish, masalan ko'rgan rasm ko'rgazmasi qilish, madaniyat unutish programmalari yoki atrofimizdagilarni qo'zg'atish orqali faoliyatga aktiv qatnashish masalasida har zaman buni o'zimizning bosh tortib bo'lmaydigan burchimiz deb qaradik va ayollar xizmati yoki qiz o'quvchilarning shunday faoliyatlarga qatnashishda agar qanchalik darajada kuch chiqara olgan bo'lsak, bu bizning bosh vazifamiz deb qarab keldik. Inshaalloh bundan keyin texnik yaxshi qilishga Alloh nasib qilsin. Andan keyin 12-chi qatimliq qarindoshlar uchrashishi, shundaqla 3-milliy shura, ya'ni nimada, uningmi biz Nuzugum jamiyatidan 3 kishi qatnashdik va uning xizmat ruhini qaytib kelgandan keyin butun jamiyatga a'zolarimizga yetkazgan bo'ldik. Oyda bir qatim, 1,5 oyda, yoki oyda bir qatim Nuzugum jamiyatiga a'zolarga bir xizmat tunishtirish va xizmat doklad elish va shundaqla yo'l yo'riq berish yig'inlarini to'r dunyosida echib keldik. Endi ayollarimizningki bizning jiqra qilgan xizmatimiz burun yordam xizmatini asos qilgan. Endi 2020-yilning oxirgi mezgilidan boshlab bizningki jiqra oldi planga chiqqan xizmatimiz. Chunki bizning yordam qurilishlarimiz hozir muntazamlashdi, qonunlashdi. Masalan, ko'k hilal va uning o'xshash jamiyatlarimiz. Buning uchun bizning faqat g'izo yoki kiyim-kechak jihatdan ta'minlash xizmatimizdan halqib, chunki asli maqsadimiz bo'lgan ta'lim tarbiya xizmatiga asosan kuchashni qilyapmiz. Buning uchun yangidan plan programmalarni qildik. Bo'libmi xalqaro shaklida ona tilini muntazam bir shaklda, ya'ni nurg'un jamiyatlar, nurg'un tashkilotlar, nurg'un kurslar ona til xizmatini nihoyatda jonliq olib beryapti. Alloh rozi bo'lsin ularning hammasining ajridan. Masalan, mana yaqinning ichida Xandan qarindishimizning 100 ayolning ichiga kirganda uni mukofotlash elib bordik. Haqiqatan biz har qanday jamiyatning, har qanday tashkilotning, har qanday kurslarningki, mayli ona til olsun, da'vo xizmati olsun, qizlarni yetishtirish, bolalarni yetishtirish faoliyatlari olsun, biz her zaman qo'llaymiz. Chunki A tashkilot, M tashkilot, A jamiyat demaymiz. Chunki bizning asli maqsadimiz Sharq Turkistonliklar uchun xizmat qilish, Sharq Turkistonlikning mustaqilligiga xizmat qilish uchun bizga mayli qaysi jihatdan qanday bir nazarda qaralgan bo'lsa-mu, biz buni parvo qilmaymiz, yana qo'llaymiz. Va ona tili programmasiga kelgan vaqtimizda bundan keyin buning oldida qilgan xizmatlarimizni, ya'ni asosan jonlantirishga tirishib, muntazam bir shaklda elib manishga tirishib keldik endi. Ben müşünçilik to'xtay, chunki desem qarindoshlarimiz balki nuqmasan kun nurg'un xizmatlarimiz bo'ldi, ammo bu birdan doklad bersak chiqib bo'lib ketadi ekan. Ammo bu xizmatning ko'pinchisi oldi bilan bizningki beshimizda turgan rahbarlarimizning qo'llab-quvvatlashi va ayol qarindoshlarimizning erlarining huquqlarining qo'llashi, er qarindoshlarimizning bizga yaqindan hamkorlashishi, bizga to'g'ri tushunishi, bizga kuchayishidan ayirib qarag'il bo'lmaydi. Buning uchun bu yerda alayda Allohga rahmat aytaman va ayol qarindoshlarimga alayda rahmat aytaman. Qilingan xizmatlarni to'liq deyamagan bo'lsam-mu, xalqimiz bizni yaxshi tushundi deb qarayman. Bence nihoyatda yaxshi xizmatlar bo'libdi bir yilning ichida. Xeyli ro'yxat natijaga erishibsizlar. Bu kadar xizmatlarni qilsizlar, bu jarayonda cho'qim qiyinchiliklarga uchirmadinglar desak yolg'on bo'ldi. Uchirgan qiyinchiliklardan qanday yangdinglar, beshinglarga kelgan qanday qiyinchiliklar bormishlar haqida azroq to'xtalib o'tib ketsangiz. Chunki bu bir bilishga tegishli ish deb o'ylayman men. Rahmat. Aslında Türklerning bir gapi bor. Tog'ning ustidan bulut eksilmaydi. Yigitning beshidan dard deydigan. Anda desak, bu xizmat bizning davarimiz muqaddas bir xizmat bo'lgan, da'vo bo'lganligi uchun eng oldi bilan kimning ochig'iga keltirdi desa, shaytonning ochig'iga keladi. Chunki bizning asosiy xizmatimiz birisi qulluqda qolgan, munqaraz asli qolgan Sharq Turkistonning hurligi uchun bir musulmon ziminimizni, ana ziminimizni qutuldirish
bo'lganligi uchun bu shaytonning eng cho'ng zarbi beradigan va shaytonning askari bo'lgan kofirlarni Xitoylarni eng ochig'ini keltiradigan xizmat. Chunki bilibmi yetim, muhtoj, dadalari yenid bo'lmagan bolalarimizningki va ko'ngli sunuq onalarimizning har jihatdan yetilishi uchun, har jihatdan ör turish uchun, kuchlanish uchun qilayotgan xizmat, ma'naviy xizmat bo'lg'achqa, albatta buningga nurg'un masalan qiyinchiliklar bo'ladi va ba'zi nodon insonlarimiz buni mohiyatini tushunmaganligi uchun bizga nurg'un masalan zarbalar berdi, nurg'un qiyinchiliklar uchraymiz. Bilibmi, ayollar xizmat qiladigan bo'lg'achqa bir uyda 3 4 ta bolasi bor ayollarimizning angoz deganda, hatto bu xizmatga atalgan ayollarimizning bolalari bor, tamog'ini atmasamaydi, bolalarni maktab ishlar. O qiyinchilikmi beni bizga reallik bir qiyinchilik. Ammo bizni bu qiyinchiliklar ustidan bisib o'tishga turtki bo'lgan narsa asosan ruh. Men yine bir yerda Nuzugum anamızın ruhini Allah şad kılsın, Firdevs cennetiga layık kılsın. Bizning nurg'un ayollarımıza Nuzugum anamızningki tiz pükmez ruhi ve vatanimizdeki şu qiyinchilik kunlarda tiz pükmey özünün kimligini saqlab kelayotgan qarindoshlarımızın ruhi ve boynumuzning ustidagi vazifamiz bizni tirik tutib keldi deb o'ylayman. Albatta qiyinchilik bo'ldi. Qiyinchilikni ko'z oldimizga yo'g'olitib olsak bisib o'tolmaymiz. Yig'ladik, rostni aytgan chaqda nurg'un ayollarimiz, nurg'unlari masalan bu xizmatni qilayotgan qarindoshlardan nurg'unlari masalan mangimi nimaga istifoda sundi? Hocam biz qilib ketamaymiz-ki bu xalqlar unda deydigan, bunda deydigan yerimiz to'saydigan, munda bo'ldikan, charchaydiganmiz, vaqtimiz, tamog'imizni berolmaydiganmiz, bolamizning qo'ziq och qoldikan, u bu deb hatto xizmat istifa berdi. Men hech qanday istifosini qabul qilmadim. Istifa berdim degan gap savob ishdan quruq qoldim degan gap. G'ayrat qilaylik qarindoshlar, qo'limizdan kelgancha qilaylik deb. Oson emas. Ayollarga o'xshash chaponini mürsiz erlarga o'xshash chiqib ketolmaganligi uchun, ammo bizni yine oxirgi gapda bu ishni bisib o'ttirgan narsa ulug'vor g'oya. To'g'ri. Hozir mush masalada to'xtalib o'tdik. Ayollarninki haqiqatan qiyinchilikda qolganligi oxirida istifa berish jarayoniga kelib qolgan. Bularga turtki bo'lgan ishlarning eng chong bir sababi hamda mush fitna fasod bo'lishi jiqroq bo'ldi. Bu xil fitna fasodlardan qanday o'sib o'tdinglar? Bumi muhim masala. Eng insonning eng og'ir keldigini shu. Men burungi suhbatlarimda boshqa vaqtlarda deb o'tib ketaman. Halqa al-fitna ashadul qatl. Yani fitne adam öttürüşten yaman. Yani öttürüversanız tügüdeyem de Allahu Ekber kümüp akın. Ama bu insanın içinde miz kılıp gidiyor. Hakikaten ağır geliyor. Mesela ben burunqi Muşu dava atlangan vaqtlarimdagi qaraganda hozir o'zimni bir xil kuchli his qildigan bo'ldim. Chunki ash vaqtning o'zida men shuning uchun ba'zi ayol qarindoshlarimizning sabr qilolmay, taqat qilolmay qolganda to'g'ri tushunmay. Chunki eng bosqichda ashna bo'ladi. Ammo bu mezgil manga vaqtingizning o'zida, ya'ni tushungan vaqtingizda, masalan, tarixni o'qiymiz, nurg'un cho'ng ishlarni qilganmiz. Ol bilan eng jiq fitna uchragan bizning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va barliq sahobalarimiz olsun, undan keyin payg'ambarlarning hayoti. Buning uchun siz oldi bilan o'zingizning dinini ve yolbaşçılarınızın hayatını yaxşı bilişiniz gerekken. Onundan keyin bu davaga baş qo'ygan bizning ustozlarimiz, bunundan keyin masalan Abdulqadir Damolladan, Tabit Damolladan tatmış o. Bizning o'zimizdan ki şu dava yolida yurayotgan qarindoshlarımızın, ustozlarimizning ashlarninki hayotiga bir ko'z tashlashimiz gerekken ve onundan keyin şu 20 yildan beri davaning ichida bizning ustozlar bo'lsin, yetakchilarimiz bo'lsa, ularning beshiga kelayotgan kulfatlarga qaragan vaqtimizda, yani bu yol zaten tikensiz emas. Tikensiz emas. Şunun için özümüzmü küzümüzden yeşimizni sürtüp durup, ağzımızdan kan aksa şerbetlep durup, menişki mecbur çünkü bir vazifemiz ağır. İkincisi, katkan japarımızga tushlik bizga berildigan cennet bu. Bizga teselli bo'lgani shu. İnşallah. İnşallah. Endi aytay yaxshi bir xulosa chiqarib berdingiz. İnşallah xalqimiz bunu ko'rgandan keyin shu bir yil jarayonida Nuzugum jamiyatining nima ish qilganligini aniq oshkora bilib turadi. Shuni nim qilay, Fatima, bu bir yil jarayonidagi desek, buni oldidagi mu desek, fitna fasoddan yengib o'tishninki yana bir nimasi shu, siz o'zingizning g'oyasiga ishongan vaqtingizda mustahkam turishingiz ekan, tavranmasligingiz ekan. O fitna fasod o'tib ketadigan, yani men shuni his qildim. Ching turish, tavranmaslik hamda muhim. Tavranmaslik to'g'ri, hamda muhim. Ammo ham deylik, insonchilikda ba'zida chidayolmay qolgan vaqtlarimiz bo'ldi emasmi? Ondan sonra
xizmatimizningki yangi ishlari uchun o'sha 2021 yili bizga qandaq xizmatlarni olib kelasizlar, bu haqdagi planlaringlar qaysi, bu haqda to'xtalib o'tsangiz, hozir xalqimiz cho'qim buni ishtiroq etgan deb umid qilayotgan bo'lishi mumkin. Aslında bazı planlarını pek uçuk aşkarlı ve tüşün özümü doğru emezdi. Çünkü birisi biz tek o işlerini kılmadık. Kılış planımız var. Ama şunu demek ki ben yığıncaqlap etken çağda yukarıda ben kılıngan hizmetler doğrusunda toxtaldım. Bu hizmetlerin tekimi yaxşısını kılımız inşallah. Ve tekimi kanat yaydırımız. Asaslık tutulgan noktamız bizim Uyghur ayarlarımızın nurgulları pek yaxşı okugan. Her birisinin mesela iktidarını cari kıldırdıgan tarafga yüzlendirimiz Allah kalırsa kesbi cihetten. Bunun için yakında biz bir tizimlaş elip manımız Allah kalırsa aldı bilen şu parizatlarımızın anılarından başlayıp tizimlaş et barımız. Ve onun linkin iktidar karab terbiyeleydiğen orunlar bilen alakalaşıp bulanı terbiyeleşkenin kılımız. Yeni birisi şu parizatlarımızdan ki iktidara karab terbiyeleş kılımız. Ben konkretliğe kirmeyim çünkü bu bir planlanıvatkan ve planlangan ve sunulgan programlar inşallah. Ve hem de mühimi çın tutuğa yerimiz ayallarımızdan başlayıp ailece hakiki ana kandak buludu. Çünkü birinci mektep ana. İkincisi biz bir millet bulup saklanıp kılışımız için, bir Müslüman bulup saklanıp kılış için nurgun küçavatımız, yine birisi millet bulup saklanıp kılışımız için biz özümüzün tilini qoğduşumuz gerek. Anılar arkalı kandak qoğdayım. Çünkü fakat ballarımızga vay ana tilde gap qil, ana tilde oğuna qil, ana tilde bu qil yetmeydi. Biz qarab baksak nurgun ayallarımızda diploma elip, mesela İngilizce olsun, Xitaycısı olsun, mesela qaysı devlet yaşatkan olsun, şu tilde devletin tili olsun, kesbi olsun, nait yaxşı ilgiligen bilen ana tilge kelgen çağda nait acizliğini his qıldık. Bu bir facia. Eğer bir ana tilde aciz bolsa perzentigi nimi bereleydi. Xuddi dini aciz bir ana perzentigi dinini ögütemegendek bir iş. Bunun için bu noktalardan biz çın tutumuz ve biz şu ayallarının özüge bolgan işençisine turguzuş ve ayallarının öz küçüge tayinip yani mesela muhtaç bulup kalmasın yaşaş. Ama bir desem erle hata düşünüp kalıp ayallarımız teşekkür çıkıp işteydiğen okşaydı da o hata düşen misin? Yani ayallarımızın alıdığan kol buluştun çıkıp biridiğen kol buluduğanga ve gururluk bir şekilde Şarkı Türkistan davasını bir ana buluş, bir ayal buluş, bir aile ki murabbiyesi buluş şekilde kanda elip veriş ve doğru bir dava mefkurusu yetiştiriş cihati cıqraq biçeyimiz inşallah. Bilip okuğuç kızlarımızga mı oylavatkan nurgun planlarımız var. İnşallah bunu Allah bizge nasip kıla. Bu yerde bu 2021 yıllık planlarını dep ötüp kessiniz deyişimki maksat mı muşutu. Yeni yıl kiloda doğa hemmemiz yılının beşide plan tüzümüz bir yılın içinde menmançılık maaşına kalay dep. Nuzgum kıtılmagan ayallar boz kıtılsa bu muşunun qoşaş yaxşıyız üstü sözlep ötkendek nurgullagan faaliyetlerini kıptık aşlar kıtılsa özgü manevi cihetten bolsun, meyli başka cihetten bolsun nurgun faydalarını ip gelgen boldu dep oylayma. Şunun için azraq bir şäpe berip ötüp biteyli diyen maksat edi. Ahırga kelganda hem şu xizmatlarninki şu xizmat haqida yana qiyindoshlarımizga deydigan yurak so'zlaringiz bormi? Yürek sözlerim şu, bu neçe yıllık hizmet jarayonida ahırı üzerinden kelgen xulasamdan başlap qarindoshlarımga şunu demek istedim. Bizning üstümüzden nurgun yalgan yavdaq fitne basat çıktı mesela. En jiq bizge zarbe bagini bular 200 qancha balası bar deydi, birmi balı yo'q deydigan yoki undaq yalgan deydigan, unda balalarni biz kömüdük deydigan, bular ashta qilib pul yig'ib da davatgan yoki bizning ismimizni suiiste'mol qildi, bular unda yalgan qotdi deb ashtaq gaplar chiqdi. Ama buningga bu işlem ötep ketdi. Biz onu yalğancılmağaşqa nima qilmadik. Ama mening demoqchi bo'lganim har qanday bir qarindoshlarımızın hozir to'r dunyosi har narsa yaqin. Bizga nisbatan xato tushuncha bo'lib qolsa, fikr bo'lib qolsa, uni to'rlardan anglagan yava-yavadaq bo'libmi shuningga men qarindoshlarımızın diqqatini burashni xohlayman. Xitoy kech kunduz to'xtamay xizmat qilyapti. Jasus
ressurslari xizmat qilyotidi. Masalan, har bir rahbar bo'lsin, har bir tashkilot bo'lsin, har bir yaxshi ish qilayotgan shaxslar bo'lsin, ularning xizmatlarining ustidan qaralab, qilayotgan xizmatlarni yolg'onga chiqarib, uningdagi ularning xizmatlarini o'zlarining sabdoshlariga, o'zlari tarafga turadigan insonlarga, guruhlarga bo'lib berib, masalan, yoki boshqa bir yangidan narsani qurg'izib, yangi xuddi biz qilayotgan yoki birlari qilayotgan xizmatning o'xshishini yoki o'xshayib ketganlarni qurdirib, bizningki obrazimizni sundirish, xizmatimizning g'ayratini sundirishga tirishayotdi, to'xtamayotdi. Keşke biz şu Xitoylarda kech-kunduz bizni yo'q qilish uchun, bizni cho'kirish uchun qilgan g'ayratini bizmi qilsak, Allah bizga barakat berdi. Chunki biz oxiratlik uchun ishlaymiz. To'g'ri. Men shuni demoqchi, agar ashunda bo'lib qolsa to'xtab turay. Masalan, Nuzugum jamiyati qurilg'ili 3 yil bo'libdi. Lekin Nuzugum jamiyati nereden shaxlanib chiqdi? Ma'rifdan shaxlanib chiqdi. Shundaq-ku? Hozir Ma'rif jamiyati Sharq Turkiston tashkilotlar birligining yetakchisi o'rniga o'tdi. Bunun da 5 ustazlarımız var. Mesela Abdülhakim Maksumacım, Allah yatqa yerini cennet qilsin. Abdülkadir Akamla var, Hidayetler başkalarımız var. Biz hazır yana Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bulup bir jamiyat bulup 71 tashkilotning ichida biz. To'xtab turib, bu qadar xizmat qilayotgandan keyin bular ustidan bo'layotgan fitna fasod rasmidi, yolg'onmidi? Kason ishxonada ko'rishili, boshqa davlatlarda bo'lsa oldimizga telefon qilsin, telefonda ko'rishili, tushunmagan nuqtalar bo'lsa bizni izlasin. Ama mening demoqchi bo'lganim bizning sababimizdan gunoh kirmasin. Yana bir deb qo'ydiganim shu. Biz bu fitna fasodlar sababidan orqamizga chekinib qolmaymiz. Ziyon tortadigan fitna fasod qilgan qarindoshlarimiz bir Nuzugumninki, bir tashkilotlarninki g'aybatini qilish orqali bütün şu jamiyatda xizmat qilayotgan ayollarimizning, fidakor ayollarimizning, qo'llayotgan ayollarimizning, bizga duo qilayotgan ayollarimizninki bedduosi qiladi. To'g'ri. Bunun dikkat qilish kerak va bu xizmat qilayotgan barliq qarindoshlarimizning ahil qoladi. Uni keyin hammamizning oldiga kelib kechirim so'ray olamdi, so'ray olmasligi mumkin. Balkim kechirmasligimiz mumkin ba'zilarimiz. Qiyomat qanday berdi buning hisobini? Men shuni deyman, bir mo'min bo'larak, men hech bir musulmonning bizning sababimizda gunohga kirishini xohlamayman. Gapi bo'lsa oldimizga kelsin. Agar bek ish qilg'iz kelsa, oldimizga kelsin. Biz hamkorlashaylik. Bizning aqlimiz yetmagan bo'lsa, iqtidorimiz yetmagan bo'lsa, iqtisodiy jihatdan kuchi yetmagan bo'lsa, hamkorlashsin yoki ma taklifni qo'ysin. Biz hay yordamchi bo'lamiz, hamkorlashimiz. Sen qilolmayotgansa deb u bulundan bir ish chiqarib, sen qilolmaysan deb bizni bunday qilib, bizning bu da'vo xizmatimizni palturdan xizmatni qilsa, kimga xizmat qilgan bo'ladi? Xitoy xizmat qilgan bo'ldi. Garchi boshda niyati Xitoy xizmat qilish bo'lmasa-mu, bizni Xitoy ajizlashtiramiz derken, ulam ajizlashtirishga kuchigan ekan, demakki Xitoyga xizmat qilib qoldi. Shuning uchun barliq qarindoshlarimga deydiganim, har qanday fikr bo'lsa oldimizga kelsin. Biz yaxshi tushuntirib qo'yamiz. Tushundirmaydigan xizmatni biz qilmaymiz. Üstün çıkarılışqa qilib turasizlar, haqiqatan to'g'ri. Bu xil ahvol ostida o'zini donsabaymi niyati haqiqatdan Xitoy xizmat qilish bo'lmagan taqdirda ziyonkashlik qilishi u aniqlam o'tirdi. O'zi bilib bilmay qilib soladi. Allah bu xil gunohlardan quloqqa kirib qilishdan saqlasin. Amin, amin. Bu nihoyatda yaxshi bir program bo'ldi. Vaqt munosabati bilan programmamizni mishada oxirlashtirish oldi turyapmiz. Sizga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Nuzugum jamiyatida xizmat qilayotgan ashjabakash onalarimizga, ayollarimizga, qizlarimizga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. İnşallah ekrandan bo'lib ko'rmalar bu programmani ko'rgandan keyin o'ziga tushliq javob topa oldi deb o'ylaymiz. Bu da programmamizda sizlarga ham yaxshi mazmunlarni olib chiqishga tirishamiz. Sizlarni Allohga topshirdik. Allohga emanet.